Annyeonghaseyo 여러분. Demak, biz bugun sizlar bilan Seoulda 1A 8-mavzu to'rtta grammatikani ko'rib chiqamiz. Bizda birinchi grammatika ilkayo grammatikasi. To'rtta grammatika bilan birinchi tanishamiz, ana undan keyin har birini bittalab tushuntirib beraman. Ilkayo grammatikasi. Mikin grammatikasi. Mikin yoki mizmi deb tarjima qilinadi. Ikkinchi grammatika tigit pulgyuchik, ya'ni qoidaga bo'ysunmas. Qoidaga bo'ysunmas. Pip, tigit deb tushunsak bo'ladi. O'tgan darsimizda qoidaga bo'ysunmas p'ni o'rgangan edik. Keyingisi k, i, cho tomonlarga nisbatan ishlatiladi. Narsalarga nisbatan ishlatiladi. Keyingisi esa neyo, ekan grammatikasi. Endi har bitta grammatikaga bittalab to'xtalib o'tamiz. Birinchi grammatika ilkayo grammatikasi. Ilkayo grammatikasini ko'ramiz. Ilkayo grammatikasi mizmi, shunaqa qilamizmi yoki shunaqa qilsammikin deb tarjima qilinadi. Ilkayo. Mana bu yerda odatda mana bu real keladigan bo'lsa, bu kelasi zamon grammatikasi deb tushunib olsangiz bo'ladi. Agarda biror bir grammatika va u fe'lga yoki sifatga qo'shilib, xuddi shu nisbatan fe'lga asosan fe'lga qo'shilib real yoki il bilan boshlanadigan bo'lsa, demak u kelasi zamon grammatikalik ehtimoli juda katta bo'ladi. Kelasi zamon grammatikasi hisoblanadi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Ilkayo grammatikasi ishlatiladi. Shunaqa qilamizmi holatda, taklif holatida. Biror kishiga siz birgalikda biror ishni qilishni taklif qilganingizda ishlatiladi. Misol uchun, 우리 학교 갈까요? Magazinga boramizmi? Holatida siz biror kishiga xuddi shu biror narsani taklif qilasiz. Endi ikkinchi holatda ishlatiladi. Shunaqa qilsammikin deb ikkilangan holatda. Uni qilsammikin, buni qilsammikin holatida ikkilangan holatimizda ilkayoni ishlatamiz. Demak, ikki xil holatda ishlatamiz. Birinchi holat ikkilangan holati, ya'ni shunaqa qilsammikin yo bunaqa qilsammikin holatida, uni qilsammi, buni qilsammi holatida ikkilanganda, kelasi zamonda ikkilanganda va ikkinchi holatda esa birgalikda biror kishiga taklif berganda, biror narsani birga qilishlikni taklif berganda ishlatilishi mumkin bo'ladi. Endi qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Patchim bo'lgan holatda yoki patchim bo'lmagan holatligiga qarab o'zgarishi mumkin bo'ladi. Patchim bo'lmagan holatda, ya'ni bo'g'in oxiri unli bilan tugagan holatda real kayoni o'zi qo'shiladi. Bu faqatgina so'roq shaklidagina ishlatiladi. Endi patchim bo'lgan holatda esa ilkayo bo'lib ishlatiladi. Bu grammatika faqatgina bilishingiz kerak, faqat so'roq gapda, savol berganimizdagina ishlatamiz. Unga javoban biz ayo, oyo bilan javob berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, kada bo'lsa, kada bormoq. Bormoqdagi da moq tushadi. Ka bor, ilkayo, kalkayo borsammikin yoki boramizmi shaklida qo'shildi. Endi patchim bo'lgan holatda qanday bo'ladi? Patchim bo'lgan holatda moqta ketyapti. Mogilkayo yesammikin ikkilanganda yoki mogilkayo yeymizmi? Birgalikda shuni qilamizmi? Holatida taklif berganda. Xo'p, endi misollarni ko'rib chiqamiz. 노래방에 갈까요? 노래방, karaoke'ga 갈까요? Boramizmi? Taklif beryapti. Ya'ni kimligi men emas, uri shaklda oldiga ega kelmagan, egani bermagan, lekin ilkayo grammatikasi kelganligi uchun 노래방에 갈까요? 노래방 karaoke'ga boramizmi shaklida ishlatiladi. Mizmi? Demak, bu bir o'zi haqida gap ketmayapti. Uri, oldida uri bo'lganlik 가능성이 높아요. 네, 같이 가요. Ha, birga boramiz shaklida kelyapti. Demak, 같이. birga boramiz shaklida kelyapti. 여기에 앉을까요?
여기에 앉을까요? bu yerga o'tiramizmi? 네, 좋아요. yaxshi. 내일은 누굴 만날까요? ertaga kimni uchratamiz? Kimni uchrash, kimni, kim bilan uchrashamiz? Uri ketyapti. Uri nana를 만나요. Biz nana bilan uchrashamiz holatda ishlatiladi ekan. 뭘 먹을까요? 뭘 먹을까요? Nima yeymiz? Yeymiz. Bitta shaxs haqida emas, ikki kishi haqida. Uri, biz haqida gap ketyapti. Bibimbap을 먹어요. Bibimbapni yeymiz. Xuddi siz ishlatasiz, misol uchun sizlarda mm, Daisoga bormoqchisizlar. Daiso 갈까요? Daiso에 갈까요? Daisoga boramizmi? Yoningizdagi sherigingizga Daisoga 갈까요? Birgalikda boramizmi shaklida taklif bildirishingiz yoki 다이소에 갈까요? 아니면 편의점에 갈까요? 다이소에 boraymikin yoki 편의점에 갈까요? 24 soatli do'konga boraymikin holatida ikkilangan holatda ishlatishimiz ham mumkin bo'ladi. Endi biz ilkayo bilan savol beriladi. Faqatgina bu so'roq shakli bo'lganligi uchun unga javoban ayo, oyo bilan javob beriladi. Biz odatda qaysi grammatika bilan savol berilsa, aynan o'sha grammatika bilan javob beradi deb o'rgangan edik. Lekin ilk ayoda boshqacha. Ilk ayoda faqatgina savol berishdagina ishlatamiz. Javob berganda esa unga nisbatan ayo, oyodan foydalanamiz. Misol ko'ramiz. Nananin odiye kal. Nanashi odiye kalkayo. Nanashi qayerga boramiz? 도서관에 가요. kutubxonaga boramiz shaklida javob beryapti. Demak, ilkayo bilan savol berganda ayo oyo bilan javob beramiz. Hop, ilkayo bilan bir xil holatda, rasmiy holatda mm, biz ilkayoni norasmiy holatda ko'pincha ishlatamiz. Endi rasmiy holatda ishlatmoqchi bo'lganimizda ipshidadan foydalanamiz. Ipshidadan foydalanamiz. Ipshida faqatgina o'zidan yoshi katta bo'lgan shaxsga nisbatan ishlatiladi. Hurmat, yuqori hurmat shakli hisoblanadi. Ilkayo ham, o'pishida ham, ikkitasi ham rasmiy holatda ham ishlatilishi mumkin bo'ladi. Farqi shundaki, ilkayo siz tengquringiz bo'lishi mumkin. Bu sensirash emas, albatta, hurmat, kichikroq hurmat shakli. O'pishida esa sizni boshliqlaringizga nisbatan bo'lishi mumkin. Sizdan yuqori bo'lgan shaxsga nisbatan o'pishidada ko'pincha ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib chiqamiz. Mol mog'ilkayo. Nima yeymiz? yoki bibimbap을 먹읍시다. Bibimbap yeylik holatida javob beriladi ekan. Demak, ilk ayo bilan savol berilsa, upshida bilan javob berishimiz ham mumkin ekan. Ayo, oyo bilan javob beramiz yoki upshida bibimbap을 먹읍시다. Bibimbapni yeylik, yeymiz holatida javob berilishi mumkin ekan. Hop, birinchi grammatikani ko'rib chiqdik biz. Endi bizda ikkinchi grammatika pulkuchik, qoidaga bo'ysunmas. Buni albatta biz bilishimiz kerak bo'ladi. Qoidaga bo'ysunmaslarda asosan umumiy jihat bor. Umumiy jihat shuki, barcha qoidaga bo'ysunmaslar qo'shimchalar qo'shilganda, unli qo'shimchalar bilan boshlanadigan qo'shimchalar qo'shilganda mana shu yerdagi harfi boshqa harfga o'zgaradi. Xuddi shunisi umumiysi bo'ladi. Faqatgina biz bilishimiz kerak, p ga misol uchun unli qo'shimcha qo'shilganda p o'zgarib u ga o'zgaradi. P yo'qolib u bo'lib u qo'shiladi. T bo'lganda esa t o'zgarib r bo'lib qo'shiladi. Xuddi shunaqa holatda qaysi harfda qaysi holatda o'zgarishini qoidasini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Buni qiynalib o'rganadigan joyi yo'q. Shunchaki qolipini bilib olsangiz, demak bu mana shu qolipga tushadi. Bu grammatika unli grammatika bo'lganligi uchun, bu pulkuchik bo'lganligi uchun, demak bu t holatidan emas, r holatida talaffuz qilinadi, yoziladi yoki p holatida emas, u holatida yoziladi deb xuddi shunaqa sizda tushuncha bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Pachimi
T bilan tugaydigan, ya'ni dadan oldingi bo'g'indagi patchimi T bilan tugaydigan fe'l va sifatlar unli qo'shimchalar bilan tuslanganda T Rga o'zgaradi va bu qoidaga bo'ysunmas tig'it deb aytiladi. Ya'ni mana bu qoida. Mana shu asosiysi mana shu qoida bo'ladi. Mana shu formulani yoyilgan shaklida, ya'ni fe'l va sifat, fe'l va sifat ta'dan oldingi bo'g'indagi patchim ta va u unli grammatikalar, unli qo'shimchalar bilan tuslanyapti. Qo'shimchalar bilan tushlanyapti. Va mana bu yerdagi t r ga o'zgaryapti. T holatida emas, r holatida unli grammatikaga qo'shilib boradi. Ko'rib chiqamiz. Ya'ni misollarda ko'radigan bo'lsak, tushunishimiz osonroq bo'ladi. Titta, titta eshitmoq, damoq, tushadi moq, titta eshitmoq va u ayo unli qo'shimcha. Assayo ham unli qo'shimcha. Unli grammatika. Sayo ham unli bo'ladi. Sayo patchim bo'lganligi uchun unli deb talaffuz qiladi. Ch bilan boshlanyapti. Demak, bu undosh. S va P bilan boshlanyapti. Demak, bu undosh. Demak, qaysi holatda o'zgaradi dedik? To'ppa-to'g'ri unli qo'shimchalar bilan tuslanganda o'zgaradi. T R ga o'zgaradi. Unlilar bilan tuslanganda, unli qo'shimchalar bilan tuslanganda T R ga o'zgarib qo'shilib boradi. Misol uchun, titta bo'lsa, titta T mana bu yerdagi T mana bu yerda R ga o'zgaryapti. Titta tiroyo, tidoyo emas, tiroyo shaklida o'zgaryapti. 들었어요. eshitdim. 들으세요. eshiting. 듣지만 mana bu yerda esa o'zgarmayapti. Nega? Chunki undosh ch bilan boshlanadigan qo'shimcha bilan tuslanyapti. 듣지만 eshitaman lekin. 듣습니다. eshitaman lekin shaklida ketyapti. Xo'p, ko'ramiz. Katta bo'ladi. Katta. Da tushadi va tigit dadan oldingi bo'g'inda ta va u oyoq bilan ushlanganda to'ppa to'g'ri o bu unli bo'lganligi uchun t rga o'zgaradi va u koroyu shakliga o'tadi. Korossoyu yurdim. Koruseyu yuring. Kotjiman ana bu yerda esa t o'zgarmaydi chunki j undosh grammatika bo'lganligi uchun. Kosmnida o'zgarmaydi. Undosh grammatika qo'shilganligi uchun. Mana shu qoidani bilib oling. Patchimda t kelib va u patchimda t kelib va u unli grammatikalar bilan tuslanganda, unli grammatikalar bilan tuslanganda t r ga o'zgaradi. Va orqasida unli grammatika o'z holida qo'shiladi. Mana shu qolipni esingizdan chiqarmang. O'tgan pulkuchikda esa sal boshqacharog'ida. P edi u yerda, u ham xuddi shu unli bilan tuslanganda P U ga o'zgarardi. T da esa mana bu qoida. T R ga o'zgaradi. P esa U ga o'zgargan edi. Xuddi shu pulkuchiklarning qoidasi, har bittasini qoidasini, formulasini bilib oladigan bo'lsangiz, siz bularda deyarli qiynalmaysiz. Bu grammatikada pulkuchiklar qanaqasiga o'zgaradi degan savol sizda tug'ilmaydi. Juda ko'pchilik biladi, bo'ladi. Bu grammatikada pulkuchiklar qanday o'zgaradi deb juda ham ko'p so'rashadi. Judayam ko'p so'rashadi.
pulki uchkilar o'zgarishini pulki uchkilarni qoidasi orqali siz bemalol bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Har bitta grammatikada mana o'zgarar ekan, mana o'zgarmas ekan deb grammatikani yodlab olgandan ko'ra, pulki uchkini qoidasini yodlab oling. Qolgan grammatikalarga shunchaki formula asosida qo'shib ketaverasiz. Koreys tilida ham formulani biladigan bo'lsangiz, nisbatan test bajarganda ham, tilni o'rganganingizda ham nisbatan qiynalmaysiz. O'chirib oladigan bo'lsak, bemalolroq o'tamiz. Xo'p, yaxshi. Keyingi, demak, endi misolini ko'rib chiqamiz ekan. Misoli. 어제 뭐 했어요? kecha nima qildingiz? 공원에서 걸었어요. Parkda yurdim. O bilan boshlanadigan grammatika qo'shilyapti. Va bu 걷다, 걷다 fe'lini ta unga qo'shilganda r ga o'zgargandagi shakli hisoblanadi. 우리 버스를 탈까요? Biz avtobusga o'tiraylikmi? O'tiramizmi? 아니요. 걸어서 가요. yo'q, yurib boramiz. 한국 음악은 듣지만 bo'lib ketyapti. 듣지만, 지만 qo'shilganligi uchun t o'zgarmaydi. 듣지만, 뉴스는 안 들어요. Bir xil fe'l bu yerda 듣지만, bu yerda 들어요 bo'lib qo'shilyapti. Chunki unli grammatika, bu yerda esa undosh grammatika bilan tushlanyapti. 라디오를 잘 들으세요. 라디오는 yaxshi eshiting. 들으세요. Bu yerda bo'lib, unli bo'lganligi uchun xuddi shunaqa holatda 들으세요. 듣으세요 emas, 들으세요 holatda ishlatyapti. Qoidaga tushadigan digitlar ham mavjud. Bu misol uchun patta bo'ladi. 제 선물은 받으세요. unli bilan tushlanyapti, lekin 받으세요 shaklda ishlatilyapti. Xo'p, ikkinchi grammatika ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi grammatikani ko'rib chiqamiz. Endi buni grammatika deb aytish to'g'rimi, noto'g'rimi bilmadim. Xullas, tushuntirib ketaman. Grammatika shaklida berganligi uchun. Xo'p, 저. bu deb tarjima qilinadi. Otni oldi qismida narsa buyum yaqinda turganda ishlat. Narsa buyum yoki joy yaqinda yoki xuddi shu joyda turganligida, shu narsaligida ishlatiladi. Bu holatda, misol uchun, bu telefon, bu joy holatida ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Esa u bo'lib tarjima qilinadi. U bo'ladi. Sizdan biroz uzoqroq bo'lgan narsaga nisbatan u holatida ishlatishimiz mumkin. Got yoki got holatida ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Endi cho esa anavi deb sizdan anchagina uzoqroqda bo'lgan narsaga nisbatan chogot, chogot yoki chogot holatida joyga nisbatan ham, narsaga nisbatan ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Endi ko'rib chiqamiz. Misolni ko'ramiz. 이 가방이 얼마예요? mana bu sumka 얼마예요? qancha so'rayapti. 그 가방은 u sumka 3만 원이에요. 30,000 wondir deb javob beryapti. 저 식당은 bu yerda narsa keluvdi. Ya'ni kabang bu narsa bo'ladi. Shikdang esa joy. Joy bo'ladi. Shikdang. 저 식당은 anavi oshxona 음식이 맛있어요? ovqati mazalimi? Demak, bu anavi joyga yoki narsaga nisbatan ishlatilishi mumkin ekan. 이 사람가 nisbatan bu odam 한국 가수예요. Koreya qo'shiqchasidir. 이 사람은 한국 가수예요. 이 사람은 선생님이에요. 이 사람은 우즈벡 사람이에요. holatda ishlatishimiz mumkin bo'ladi ekan. Xo'p, to'rtinchi grammatika neyo grammatikasi.
neo grammatikasini bilishimiz kerak bo'ladi. Judayam ko'p ishlatiladigan, koreys tilida suhbatda ko'pincha judayam ko'p ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Yangi eshitilgan xabar yoki yangilikdan hayratlanilgan holatda ishlatiladi. Shunaqami? Shunaqa ekan-a? Shunaqa ekan holatida. Yangi xabarni eshitib, siz hayratlanib, shunaqa ekanmi? Shunaqa ekan holatida ishlatasiz xuddi shu grammatikani, neo grammatikasini. Pachchim bo'lgan holatda ham, pachchim bo'lmagan holatda ham neo bo'lib qo'shiladi. O'zgarmagan holatda. Ko'rib chiqamiz. Sada arzon da qo'shimchasi tushadi. Neo arzon ekan. Uda kelmoq, u neo kelar ekan. Topda bo'lsa, topda. 덥네요. issiq ekan. Moqta. Mongneyo yer ekan. Bu yerda pi purkuchi ketyapti. Neyo. Bu n bilan boshlanadigan undosh bo'lganligi uchun, undosh grammatika bo'lganligi uchun p u ga o'zgarmagan. Qachonki bu unlilar bilan tuslanganda p u ga o'zgaradi. Bu yerda undosh grammatika bo'lganligi uchun tomneyo holatida shunchaki qo'shilgan. Xo'p, pastdagi misollarni ko'ramiz. 모자가 한 개에 2,000원이에요. 모자가 머시김 한 개에 윗다시게 2,000원단들. 사네요. 아르전 ekan holatida aytyapsiz. Saneyo. Arzon ekan-a? Arzon ekan. Xuddi shunday javob berganingizda ishlatiladi. 더워요? issiqmi? 네, 조금 덥네요. biroz 덥네요. issiq ekan. issiq ekan. issiq ekan holatida aytamiz. 좀 덥네요. biroz issiq ekan holatida ishlatamiz. 음식이 어때요? ovqat qanday ekan? 정말 맛있네요. 정말 맛있네요. 로스tan hammasali ekan. 비가 많이 오네요. 여, 비가 많이 오네요. yomg'irrosa yog'yaptimi? yomg'irrosa yog'yapti ekan-a? Hayratlanganda. 스티븐 씨는 빵을 많이 먹네요. 스티븐 씨 빵을, nonni 많이 먹네요. ko'p yer ekan-a? 많이 먹네요. rosa yerkansiz-a? ko'p yerkansiz-a? yer ekansiz-a? yoki yerkan-a holatida ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu grammatikani biz o'tgan zamon shaklida ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. O'tgan zamonda bo'lib o'tgan ishga nisbatan hayratlangan holatda ham ishlatishimiz mumkin. Ya'ni vanneyo shaklda. Anneyo, onneyo shaklda bu o'tgan zamon shaklida qo'shilishligi bo'ladi. Xo'p, ko'ramiz. Nuni oneyo bo'lsa qor yog'ayapti ekan. Ayni hozir. Derazaga qarasangiz qor yog'ayapti. Nuni oneyo, qor yog'ayapti ekan deb hayratlanasiz. Endi qorga shundoq tashqariga qaradingizda, nuni vanneyo, qor yog'ibdi ekan. O'sha qor yog'ib bo'lgan va to'xtagan. Nuni vanneyo, qor yog'ibdi ekan. Man ko'rmagan paytimda qor yog'ibdi ekan. Nuni vanneyo, hayratdaman holatida. Nuni vanneyo, qor yog'ibdi ekan. Xuddi shunaqa holatda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Endi keyingi grammatikamiz xuddi shunga o'xshash grammatikamiz gunyo grammatikasi. Sifatga qo'shilganda gunyo bo'lib qo'shiladi, fe'lga qo'shilganda esa nin gunyo bo'lib qo'shiladi. Pachchimga qaramaydi. Faqatgina sifatga gunyo, fe'lga esa nin gunyo bo'lib qo'shiladi. Tarjimasi bu ham ekan deb tarjima qilinadi. Neyodan biroz muloyimroq eshitilishi mumkin bo'ladi. Lekin asosan bu grammatikani yozma shaklda ko'pincha ishlatiladi. Dialogda deyarli ishlatilmaydi. Har holda men 6 yildan beri gunyo grammatikasini dialog shaklida suhbatda ishlatilganini deyarli ko'rmadim. Lekin SMSlashganda, yozilganda, yozma holatida juda ko'p ko'rganman. 모자가 한 개에 2,000원이에요. bosh kiyim bittasi 2,000원이에요. 2,000원danmi? Sagunyo. Arzon ekan.
더워요? 네, 좀 덥군요. 습마? 네, 조금 덥군요. 다 브러스 습 에깐. 비가 많이 오는군요. 걸 ko'p yog'yapti ekan. 스티븐 씨는 빵을 많이 먹는군요. 스티븐 씨, nonni ko'p yer ekani holatida ishlatishimiz ham mumkin bo'ladi ekan. Xo'p, endi bugungi grammatikalarimiz 8-mavzu solde bir ani oxirgi grammatikasini ham o'tib oldik. Endi xudo xolasa keyingi darsdan solde bir b grammatikalariga o'tamiz. 그러면 여러분, 안녕히 계세요.